Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Bugün NASA'nınki James Webb teleskobununki kəlgən görünüşlərini 7-ci 13-cü gün James Webb teleskobunun 5 parça rəsm gəldi ona aid dünyada çoğun qol qozulatdı. Bu teleskopni yasaş qatnaşqan Erkin akımızı, NASA'dakı Erkin akımızı bugün təklif qıldıq. Bilal Fatih Maba bugünkü proqramda. Aşı rəsmlərini düşəndirib veriş üçün, James Webb teleskobununki rəsmlənmiş düşüncələr mühüm əhəmiyyətə şularını düşəndirib veriş üçün Erkin Kəm nazir sizi təklif qılaylamsa. Erkin Kəm, sorun sizdensə. Buldu köp rahmet hukam. Aşı siz telefon resimlerini birden köşersiniz. Ben aşı her bir resmini düşendirip oğandakin, birini düşendirip oğandakin kinki yüteyle yaşlar masa. Hem akıllı. Hazır şu teleskoptan başlandık yapını. Hem akıllı. Mavu bu kadar mavu James Webb teleskopunun üzülamken burunki her kandak teleskopga okşamaydı. İhtimal İslami dikkat kılgansılar. Adette teleskopniki bütün eynek hemen eseri bir kaptın içinde buludu. Mavu birinci eynekni biz asas eynek deyimiz onu primary mirror deydi İngilizce asas eynek. Bu teleskopun en aldığı bulup bunun ikinci, üçüncü, dördüncü cık eynekleri bağıştak. Yasılattı burunkisi. Yani mavi teleskop pek çoğun. 6-20 metre diametre küçük 6 kırlık eynegeden 18'i var mavi teleskopta. İşte bu alış için bunu burunki annenevi usuldaki bir sandıqın içindeki yasalgan emas. Baş eynegini sırtı kürünüp turduğanlık başa yasagan mavi teleskopun. Aslında köp katlık bir nefis taktaydak neslerini gördüğünler. Bu nemi desenler bu günün nurunu tutup durduğun nerse. Şuna bu teleskop şu yer şarını aylanıp durup teşhirdi kainatını. Andaki devamlılık günge dümbüsünü kıvaladı. Günün nuru asas kaynak kirip kalmışsın deyip işte yasagan. Şu teleskopun bir aday buruk teleskop kadar oşmaya gayrı şu adette mikrodolkun teleskopları salmanı oşaydı adette. Baş nur kaytırdıgan nesli uçuk durduğun lekin optikal kulak olmaydı lekin mavi şu mikrodolkularını ki teleskopda kesilgan bir teleskop bende. Çünkü bu bir çoğun alaylığı abetin memteminimiz degendek bunun 20 yılda vakti ketdi. Ben NASA'ga yeni kirgen vaktimde yine 10 yıllardaki koyup durdu dep çıkırmız dep atrap anlaydım ben ki akıga sızılıp ahire ötken zaran çıkıp oldu. Pek test otap ketdi. Burun ölçelergen qargan çağda test otapdı anadaki çıkımımı birasıdak cık çıkamap ketdi bununla. Aşağı qılıp araldı bitti. Endi bu teleskopniki asmanga çıkışı bilen ihtimal Hubble endi bunundan keyin asasda pensiya chiqish mumkin. Ehtimol o'qislar Hubble'ni hozir İngilizce service qildi deydi, service'da. U nima desa, Hubble'ga adam chiqib Hubble teleskopiga uning ichidagi optikal asboblarni almashtirgan. Jami 4 qatlik almashtirib bo'ldi hozirgilar. Har qatim ikki adam chiqib tushdiganga 2 milliard dollar pul ketadi uningga. Endi u 2,4 metrlik ayniga olniki. Ma 6,5 metrlik aynak endi. Şu ikisindeki farkı pek çoğun. Mavi teleskopniki iqtidari Hubble'ga qaragancha adamı yüzesidak yuqori endi. Şuna tunji qatib o'tgan rasmlarniki bir çoğun adaylığı şu edi. Burun ko'rib bakmagan inişki yerleri kainatniki. Albatta bu qatim ko'rgan rayon intan kichik bir rayon. Uni nayeti bir çoğun qumluqdaki bir tal dancha, qum danchisi deb tushunsak bo'ladi. Kainatdagi intay bir kichik bir qismi endi. Lekin burun tortilgan resimlar faqat ko'rsatilmagan narsalarni intayin inish qatqanligi uchun bu qatardagi yer shariga kelgan resimlar bak cho'ng dunyoda qo'zg'adi. Endi bu faqat bir boshlanishi. Buningdagi yangi narsalarni anlaymiz bu haqda. Kainatda nimalar borligi to'g'ri. Eğer suallar olsa soranlar kılırım mu? Andikin Hubble 5-600 kilometre o değil mi? Ne bir sayılığı?
Bizden jirakligi. Nimisini deysiz? Bizden jirakligi. Yer şerden jirakligi. Çünkü adam çıkıp remote kıla alaydı onu. Aşağı kılalaydı. Managa ma 1,5 milyon kilometre jiraklıkta biz bunu remote kılış imkaniyeti mi? Yok. Şu hozircha o gapni anglab boqmadimmi? Remote qilish qilmaslik. Kabulniki yem qo'yib turib, qo'yib berganda ishlamagan u. İşlemay meni shu narsaga xizmatga olgan odam. O chog'da bir guruhni boshlig'i u kishi. Shu Kabulning chattig'ini tepib, uni o'ngshaydigan ishlarga qatnashib ekan ayni vaqtda. Bizningki guruhi qilgach shu Dolqin frontini o'lchab, uni tuzlaydigan komandamiz buyruq chiqarish aynakka. Shu ishni qiladi bizning guruhdagilarda. Shu ayni vaqtda shu guruhning boshlig'i David Roden deb meni xizmatga olgan chog'da eng muhim rol o'ynagan odam shu. Shu odam Kabulniki shu masalasini tepishga qatnashib ekan. Qatnashib keyin uniki masalasini tepib, uning ichidagi bir optikalik loyiha xato bo'lib qoldi ekan. Parametr xato bo'lib qoldi ekan. Shu bilan 90-yilda qo'yib turib, uniki ishlamagandan keyin tushagan rasm tutuq deb uchiq rasm yo'q. Shu masalasini tepib keyin optikal modulni yangidan yasab, ikki danni chiqarib, burunqisini evitib, yangisini sog'gandan keyin 92-yildan boshlab ishga tushibdi ekan Hubble teleskop. Yani teleskop tutuşaman mani yasashni boshlab turganda bo'lsa 92. Shunday qanday. Hamda bu bizning darda hozirmi o'yna necha teleskoplarni tang laylayotdi. Men bu birisini ishlayapman hozir. Tashqi planetani topadigan teleskop. U 6 metrlik teleskop. U qachonlik qarab chiqaramiz uqmaymiz. Lekin bu jet ishlarni aytib taraqqiyot qilyapti. NASA'ning ichida bir qiziqarli tema. Endi mana teleskoplar yolg'izligi tashqi planetalarni tepishlar emas. Bununla hozir kainotni kontrol qilib turayotgan yoki tashkil qilib turayotgan ikki cho'ng narsa bor. Qorong'u energiya, qorong'u jism. Mush narsa zoti nima? Ashun xususiyatini tushunish uchun dunyoda nurg'un fizik olimlari mushiyati tadqiqot olib beryapti. Bu James Webb Alan teleskopiniki muhim bir vazifasi bu sohada. Shu qorong'u energiya bilan qorong'u jism zoti bu qanday narsa? Ashuni fizikalik jihatdan tushuntirish mushahada bir qism ishlarni olib borildi. Andaki bundan keyin yasalgan teleskoplarmi masalan tashqi planetlarni topadigan teleskop degan taqdirdami asodim vazifasi bor ularning. U sohadagi ishlarni tan qilmoqchi. Hozir endi shu kainotni kontrol qilib turadigan fizika bir umumiy nazariya bor degan qarash bir qadar kuchli. Bu nazariyatda o'tirib chiqib bo'lmaydi, ammo shuni izlayotdi kishilar. Ash nazariyatni topgan odam cho'qim Nobel mukofotiga erishadi. Shunga ufqlar kelgusida ash narsalarni ko'ngilga fikib diqqat qilinglar, sohada nima yangiliklar bo'lyapti degan narsalarga. Evet, yaxshi tushuntirdingiz. Andin nima uchun Ersman shaklda bo'ldi deydi. Bilalashda so'rabdi andikin. Teleskopmi? Aynaklar. Aynaklar. Bu abaytaman deganda agar undan diqqat qilsangiz sanig'i bo'ldi. O 6 burjaklik aynakdan 18 var. 18 var. Aslında bu başqa eng chetidagi 6 burjaklik aynaklarniki shu burjaklari shu petlab turib qolgan endi. Bu to'g'riliq men masalan hozir kompyuterda hisoblash yapaman. Mushtaq shakldagi aynakniki teleskopning ichida bir jumloq maskadan birini ishlatib teleskopning ichida qirg'oqlarni jumloq qilib qo'ygan yaxshimi yo mushbatda turvaga yaxshimi deb. Endi agar jumloq sirtini to'sib oldigan faqat nur jumloq chamrakni ichida yutilaydiganlar bir narsa qilsak, asosiy aynakniki yuziniki hajmi demaymiz, surface area deydi inglizcha. Bu ishni lekin yuziniki cho'ng kichilgan, kichilib ketadi biroz. Hozir qaragan chog'da. Shunga ba'zi sohada, masalan, men qilayotgan bu tashqi planetdan topadigan sohada bundaq burjiga tursa biroz ziyonli.
bu İngilizce diffraction deydi. Nurni diffraksiya qilib etib, biz yulduzning nurini yo'q qilib etib, planeta topadigan rayonga bir qism nurlarni kirgizib qoladi bu qirg'iqqa. Shunga ba'zilarda biz teleskopni mushtaq loyilab, olti qirliq aynak bilan, lekin teleskopning ichida buni qirg'iqini to'sib etib, ani qirg'iqini buni jumla qilib qo'ydigan ahvol bor. Aştığım bilan muafalımı seçtirip ikisini qasi yaxshiroq ishlaydi degan narsani tekshiramiz biz. Men shu ishni qilaman masalan. Ma teleskop bu tashqi planetlarni topadigan teleskopdek undaq u jihatda tatapak yuqori emas. Shu buni bu mushbet qo'yib qo'ygandan. Shu ay kelgan har tishiga o'xshagan narsa shu 6 qirliq balla aynaklarniki qirlari var. Ma 18 aynakni balla aynak desak bo'ladi hamda. Shu 18 aynak birlashib, asos aynakni tashkil qilgandan. Bunun hareketlerin intayin kiçikken burun okuğa vaktimde mikrometre seviyesinde hareketler mikrometre seviyesi. Unudum değil. Tuan, ma aynakniki her bir balla aynakning shakli o'zgarmaydi, lekin buni oldiki ayniga qil oldu, yantoq qil oldu, yantoq qil oldu. Buni İngilizce 6 degree of freedom deydi. Bu 6 degree of freedom degeni oldiki ayniga mağın doğru oldu, yanğı mağın doğru oldu, bunda X-Pass. Aş yüzde turup 3 erkilliği var. Oldiki ayniga, yanğa, X-Pass bunda mağın doğru oldu. Ondakin yine 3 erkillikte bunu çörgülü oldu. Mesela bunda qıldı, bunda qıldı, ondaki bunda çörgülü oldu bunda. Şuna bunu 6 degree of freedom deydi. 6 erkillik falan hareket kıldığı oldu aynaklarını. Hazır ben Yemir teleskopdaki işlemi kuvvetimden abel degen emas Yemir teleskopta. Onun umum işte 6 qırlıq aynağı var. Muşu her bir 6 qırlıq aynağının üzüde şu aynakning şeklini o'zgartiradigan narsa var aslında. Uni elektrolog signal bersin bilan ishtirib, aynakning yuzining shaklini o'zgartiradi. Shunga bundan keyin men qilgan ishlarga birisi Aştaq aynakdagi shakli o'zgaradigan qisa ma'ni burunqi seçtiğince ünümü qanchaq bo'ladi degan narsani qilmoqchi. Hozirgi shakli o'zgaradigan aynak degan bir aynak bor, bu deformable mirror deydi uni. Bizniki hozir ishlatganlarimiz kichik, masalan 30 santimetr yoki 60 santimetr 60 santimetrlik jumlaq bo'ladi, kichik bo'ladi. Odatda 60 santimetrlik aynakda matratda 64, meyz 64. 64'ü köpəysiniz oldu. Aşınçlar cıq özgürlüğün nəsi var, toxular özgürlüğün olduğun. Şuna nurunu yuğan enəklər jığvəli, onu teleskopun içiga kirib, içində kiçik boğa yerdə şəkil özgürlüğün enəkni işlətib, dolqun frontuna oxşayımız biz hazır. Şimdi kelgüsüdə ondan başqa şu asası çoğun enəkdir mi? Enəknin şəklini özgərtadigan qısaq əgərdə hazırqı seçdiğin çağda onun ünümü qandıraq olurdu degan işin quvvatımız hazır. Ben quvvatım əşişdim. Şuna kelgüsüdə abətin biz köygen şu 6 qırlıq aynakdaki üzünki abətin mən degan 6 erkilligidən başqa yine nurgunu erkilliğe bağlı oluşu mümkün. Mesela bazı aynaklarındaki 300 actuator deydi, o ne actuator degen sinyal versin şekli uzunluğu özgürlüğü. Uzunluğu özgürlüğü şundan da aynakın yüzünde hoşmayan tarafındaki iştirip bunu şekli özgürlüğü. Aşı teknik olan birleştirdiği çağda kandak olurdu diyen dersini bizim hazır kuvvet işlerimiz aşı. Ben şu işlerin içi de hazır. Evet. Hazır ben slaytqa bir bet koşup koydum. Hazır içildi vatıdı. Baktım. Hubble bilen James Webb'deki seliştirmesi. Dördüncü. Ben ikinci bet kolayım hemen. Ben o da siz bayam diyen periklerini depti. Şu. Biz adatta teleskopunu seçtiğin çağda asaslık aynak bilen seçtirimiz çok küçüklerin için. Meğer kökenimizde o James Webb'deki aynakının tüzrak kırığı olan kırığı bu ağırlığı 6 metre. O Hubble'nınki 2,4 metre.
asaslı aynı. Şu an ikisindeki farkı aşınmakka. Demek 3S setrabıda. Ha, 3S'ga ishkasini çoğunrak. Erken denge 3 yaşıga yakın. yakın ha. Anda başka bağlılığı temperatürasının farkın beş çoğunken o üst tarafındaki aynak bilen ast tarafındaki avu. Doğru. Onu Endi kandak onu asasen soğutudu aynaklarını. künni etek bilen yapılması da bir gap var uğurça. Künni yapkandak bir iş kıptam diyette. Aşındak. Onu aşındak kımısa nurgun zapçasava işlemeydi normal işlemeydi. Bulup en mühim neyse şu biz detektör deyimiz. He. En ahırda bu gerçi 6 metrlik teleskop olsun ama bu nurunu biz küçültüp bara. En ahırda şu xuddi bizim qo'limiz ko'targan kameradek aşağı bir chip deydi endi CCD kameraga o'xshash kameralar borchu. He. Endi ma teleskopni alayligi masalan James Webb'nikiga qarasangiz bu intayin cho'ng doirada ishlaydi. James Webb alam teleskopi 600 nanometrdan 28,5 mikrometrgacha bo'lgan oraliqdagi elektromagnit to'lqinlarniki hammani qabul qilaydi mana. Kiralaydi. Dolqun uzunluğuna gepim bu. To'lqinzilg'ini kepi. He. 600 nanometrdan 28,5 mikrometrgacha. Bu hozir qadar har qanday teleskop qaragan joyda bek cho'ng doirachi bu. Başta boshqa bu nurni ang oxirida nur signalini, fotonni elektr signalga aylantiradigan narsa endi. Ash narsani agar sovutmasa ishlamaydi o bir qism to'lqin uzunligida. Shu yeri intayin qiyin texnikaning birisi endi. Ama Şuna- Hubble ameliyat yiyizde gibi siz de puanlık. Şuna Hubble'niki bazı yerini nitrogen gazı bilan nitrogenga bek so'q narsa qilsa. Az gaza. Bizim bütün odatda biz soğutmoqchi bo'lgan narsalarni shu nitrogen so'vutamiz, lekin cryo cooler deydi, yana bir narsa bor. Hubble'da mushkulasi bor ekan. James Webb'da cryo cooler ishlatar ekan. MIRI degan bir hisobi bor. Boshqa birisini tatishayotgan narsaniki birisi shu. U shu cryo coolerda so'vutar ekan. Qayeri pasif ekan, so'tmasin bo'lar ekan. Chiqib ash qismi intayin tez endi. Kamerani so'tmasa bo'lmaydi. Kamerani so'tmasa o nur signalini elektr signalga aylantiradigan asbob normal ishlamaydi. Shunga ash saha bir qiyin sahaning birisi shu. Ada bu narsa ma'noda Hubble'niki iliqi mo'ljallangan ishlash vaqt ishlayotgan 31 yildan beri ishlayotdi deb to'g'ri. Hubble. Shundoq. Lekin buni da Hubble- qisqatgan to'g'ri endi. Asli chiqarganda bunda uzoq ishlaydi deb chiqarmagan. Chiqarmagan umrini uzatib bo'ldi ne chiqatim. Shungaliki har qatim odam chiqib bir narsa almashtirgan vaqtida shu ishlamaydigan bo'lib qolgan narsani almashtirib buniki. Shunga hozir qadar buni pensiyaga chiqarmay ishlatyapti. Endi bundan keyin mening farzimcha bundan keyin ham qaytadan bir narsani almashtirmaydi Hubble'niki. Nimishqa desa Hubble'niki qog'oshning hammasini James Webb qilaydi. Hubble'niki to'lqin uzunligi 115 nanometrdan aran 1 mikrongacha ekan. Hubble'ningchi. Ko'rgan to'lqin uzunligi 115 nanometrdan 1 mikrometrgacha ekan. Shunga James Webb degan 28,5 mikrometr ishlaydi. Shunga Hubble'niki bütün funksiyasini qilalaydi. To'liq o'lchab ketgan narsa. Kichigi demak kichik, cho'ng demak cho'ng. Kichigi animini ya kichigi nimani kichikrak ekan, Hubble'ning kichikrak ekan. Hubble'niki kichigi nima UV deymiz. Zirapshan nur. Zirapshan 115 nanometrlik tarafda bor ekan. Binafshi nur. Ma'vo Hubble'niki 600 nanometrdan boshlangan ekan. Hozir endi yangidan yasalayotgan teleskop, masalan, men ishlayotgan bir teleskop bor. Umumi şu nimada Zirapshan nur tarafdan ishlaydigan, lekin aşağı 200 nanometrdan 2,5 mikrometr ishlaydigan teleskoplarni laylayapmiz hozir. Bu asosligi tashqi planlarni topadigan,
Andaki şu yanında şekillenatkan talanı kurduğundan aşağı teleskoplar. Şu o sırada Bunun vaktimiz. bunun dolukuzuluq çoğunraq ki. He. Mayada enerji yeskupta obrit alik meşgulat operatorsa üstüdeki James Webb-ның minus 230 ve 230 yani alik mutlaq 0 gradusqa xilal yaqinkan wa. Astidagi Hubble'ның 28 gradus bu öy temperaturasidagilik bir temperatur ekan. Doğru. Endi mana shu kelgan 5 ta rasmni bizga bir tushuntirib qo'ysan, butun dunyo nimishqa bu butun shuni rasmlarni gidim qilishadi. Şu mağarasında hani bu kırınvatkan her bir çikitek nesle saplam galaksi bula. Hemiz galaksi degenini yıldızlar topu da düşünsek mi buludu. Aşağıda birisi bizimki Samanyolu galaksi bak oşaydı az yakın aldığınız yine. Samanyolu galaksi mi nimige oşaydı. Purjun Sıman deyimiz biz. Onun da bütün galaksinin yüzü merkezi bilen asla ayrıldı bu. İntayın asla ayrıldı. Şu aylağa vaktinde kudu bir suyun içinde su pikirsa onda bir dolgun şekilde pürcündekten şekilde bağın. Şunun bazılarının kögül olurdu. Anda meyada bu yerdeki galaksi taksi okşaydı. Taksi okşaydı. Lakin bu hemisi Katar'ı tızlığa emez. Meyada birisinden tızlığa emez. Mabis naqturdu, yemis naqturdu. Ata boğaşqa her xil şekilde turup qalğan boğaşqa bula. Bu Mars'ın köge vaxtımızda sat şekilleri oxşamaydı bir-birisiga. Lekin galaksiyalarniki köpüncisi biz taksiga oxşaş endi. Kişiler qalğan galaksiyalarniki ölçemlerini to'liq e'lon qilib biraz qilmadi. Agar mana bizniki Samanyolu galaksiyaga qarasanlar, Samanyolu galaksiniki diametri yoki ma tarafidan ma tarafgacha bo'lgan og'irlik. Eng uzun og'irligi 100 ming bilan 200 ming nur yili og'irligida. Aniki buni qalinligi 1 ming nur yili bilan 2 ming nur yili og'irligida. Demakchi, qalinligi bilan va kengligidagi farqi 100 ming asa. 100 ming asa farqi var. Aşağı boşqa şuna qarsanlar bəzilərində tüz sızıq görünən sızıq var. Deyən biri göstərmə, yəni birisində bir galaksiniki 40 görünüb olan galaksi var. Onun mağarasında bəzilərində 100 boyunca görünən, bəziləri qipaş durub qalğan, bəziləri görünən. Anındakin galaksilərindəki əmisi çəmbərək siman emas, soxucaq galaksilər mi var ki? Soxucaq galaksilər mi? Yani şu an bayağı asas kuvvetli nersimiz şu galaksiler, nadi enaklık derecesi yukarı derecedeki galaksiler bunun kuvvetliğimiz. Yani bu yerde bir azrak sanlı da yapıyor. Burun bu digentim yanından anlatkan kardeşlara. Kainatta hazır kaçlık galaksi var diyen sualının cevabı hazır. 200 milyar bilen 2 trilyon oturası da galaksi bağdaydı. Burun 200 milyar deydik ta ki yakın kadar, yakın 5 yılın aldığıcılık. 200 milyar tek galaksi bağ deydik kainatta. Ve yakında yine kişiler yine bayqap, biz bunu oylağandan köpke galaksilerin sani 1 trilyon bilen 2 trilyonun alığı diyen gap var. Andi bizniki şu Samanyolu galaksinin yüzdelamken 100 milyar bilen 400 milyar arasındaki yıldız var. Bir galakside. Biz turvatkan Samanyolu galakside 100 milyar bilen 400 milyar arasındaki yıldız var. Muş arkalık andi kainatındaki kançılık çoğunluğunu paras qilib baxlanlar buludu. Ananikin hozirgi teleskop bilan kainatniki hargiz büjikiga bog'cha ko'gili bo'lmaydi. Ani kishilar hisoblab yurib, o'lchigili bo'ladigan kainat degan bir uqumni chiqadi. O'lchigili bo'ladigan kainat. O'lchigili bo'ladigan kainatniki agar o'lchayolsak agar o'zida qancha cho'ng degan savolga berilgan javob mening esimda qolishicha 97 milyard nur yili. 97 milyard nur yili keladi o'lchili bo'lgan kainat deydi. Ani uning sirtidan nima bor degan narsani uqmaymiz. Ani malalar hamiski ko'pinchisi
islab chiqqan narsalar, olam teleskoplari James Webb'dek xilli bir yerga borishga ko'ydi uni. Xilli bir yerga borishga ko'ydi. Anda bir narsa esimizda bo'lishi kerak. Hozirgi eng jiroqni ko'ra oladigan teleskoplar aran 13 milliard nur yili kelgan yerdan ko'ra oladi. Sababi nima desanglar, cho'ng portlash 13,7 milliard yildan burun bo'lgan cho'ng portlash. Shu chog'da cho'ng portlash bo'lib, u nurlarniki mengvatqiniga hozir 13,7 milliard yil bo'ldi. Endi kainot kengayotganligi uchun portlash miyada bo'lib, bir qism nurlar matarafga, bir qism nurlar mana manga vaqtida ishga ko'paytirish kerak aslida. 26 bo'lish kerak endi. Demakchi, aniki kainot kengayotgan bo'lg'achqa, nurning biraladigan orligi yeni biroz kengaydi albatta. Mengvatgan poyezdning ustiga chiqib yanmagandek bir ish yo'q. Ash bo'ladi. Ashta bosh shunaqdimi, endi hozir biz bundoq tafsilroq rough deymiz, sal taxminroq o'lchasak, hisoblasakmi shu 30 milliard nur yilning atrofini ko'rib bo'lmaydi hozir. Qancha qilsakmi. Lekin bizning teleskopimiz kainotning 40'ida emasda. Biz 30'ga bir yerda. Ashta boshqa uniki yerimi, masalan, 15 milliard nur yili necha orliq ko'ralaymiz deb o'ylasak bo'ladi. Shunga marisini qaytib kelsak, buningda ikki narsa NASA'dagi yerdan chiqarib ikki narsa bor. Birisi shu galaksiyalar, aqlli galaksiyalar. Andan keyin oyada oy shaklidagi bir yoy bor. Bir necha yoylarni ko'ramiz buningda. U emas. keyinsiz. o'ng tarafdagi, yo'ruq narsaning o'ng tarafdagi cho'ngroq. Shu. Shu yaylar nima desa, shu kainotdagi qorong'u jismniki tortish kuchidan paydo bo'lgan. Shu tortish kuchi lenzisi deymiz biz. Lens deganni uyg'urcha lens deymiz mana. Kameralar degan. Lens deganimiz shu nurni bir yerga yig'adigan narsa bu. Shu kainotda albatta men degandek qorong'u energiya bor. Undan keyin qorong'u jism bor. Qorong'u energiya butun kainotni mushtaq bir shaklda tutib turayotgan energiya. Bu kainotniki 68%ni tashkil qiladi qorong'u energiya. Agarda kainotdagi mush galaksiya bu narsalarni bir narsa tutib turmasa, shu ko'rayotgan chekitlar bizga qalaymiqan menib bir-birlaridan üstüşüp degandek nurg'un ishlar bo'lib ketadi. Men tunugunki o'zimning videosida bir sharni puflab turib ko'rsatib qo'ydim. O kainotdagi kengayishida bu sig'imi cho'ngaydi. Bundoq sig'imi cho'ngaydi. Lekin ustidagi chekitlardagi o'rni, nisbiy o'rni o'zgarmaydi. O'xshash. Bir bilan jiroqlaydi. Jiroqlaydi dahmog'idi. Endi bu nima sababdan desa, shu bir qorong'u energiya bo'lganligi uchun bu jismlarniki taraf ketishininki oldini yo'qotgan narsa bu. Chunki bu 68% ni egallaydi kainotniki. Qorong'u jism 27% ni egallaydi. Kainotniki qorong'u jism. Bu qorong'u jism deb atliqlashga sabab hozir biz ko'rayotgan mush jismda bir galaksiya bilan yana galaksiyaga bo'lgan orliqlardami qorong'u jism bor. Bu qorong'u jism ko'zga ko'rinmaydi. Suzuk. Xuddi aynakka o'xshash. Lekin ashtaq nurlarni ig'ita oladi. Tortish kuchi bilan-da. Ashtaq bir narsa, bir sirliq bir narsa. Buni xalqlarga aniq tushunib bo'lmaydi hozir. Shu belki qorong'uda ismlarning quyilib qilishi, jismning qorong'u deydi desa, ko'zga ko'rinmaganligi uchun. Ko'z ko'rmayishda qop-qorong'i ko'ringanligi uchun bu qop-qorong'i ko'rindi, lekin suzuk yana. Atrofidagi narsalarni to'sib olmaydi-da. U o'talaydi. Mushta qorong'i jismniki tortish kuchidan paydo bo'lgan yoy. Buni nurg'un kuchlarni tushundirmak sal ta'sirroq narsa. Biz nima bilan teleskop bilan kainotni kuzatgan vaqtimizda
kainatdaki hamma nurlar kirmaydi bizim teleskopga. Onun bir dairesi var. Kirdigan endi. Muşun içinde Mao Galaxy, ma qarang'u cism, ma Galaxy ma qarang'u cism bo'lsa, bu qarang'u cismning nuri hamma yulduzlarga mang'idi bundaq. Taraf-taraflarga mang'ib turdi. Ma Galaxy'niki nurida bu ma qarang'u cismniki tortish kuchi bilan bu nuri egilib, miyadagi bunda egiladi, miyadagi bunda egiladi, ostida bunda egilib mang'idi. Shu teleskopga kirgan qismi qarasa, bir yoy bo'lib qolgan. Yoy bo'lib qolgan. Endi bu nuri egilgan chog'dami, egilib nurg'un tarafdan ketib qoladi, yana keta oladi. Qolib teleskop kirmaydi. Faqat ash teleskopga to'g'ri kelib qolgan bir qismidan kirdi-da. Ashta boshqa bir yoy bo'lib ko'rindi. Shu Maris'imda shu yaylardan bir qanchasi bor. Buni burun Hubble'ni tatgan, vaqtimi ayeti uchiq tatdi, aniki astrofizmning bir qanchasi bor. Mush yaylarniki hammasi qarang'u jismniki tortish kuchidan paydo bo'lgan hodisa. Shunga mush rismda qarang'u energiyaning roli bor, qarang'u jismning roli bor. Mushaniki natijasini ko'p turyapmiz endi. Shu bir joyda aytganmish. Bular sen boshqa savollar bormi bular? Yaxshi tushuntirib qo'ydingiz. Mayda bekrak chaqnab turgan 5 yulduz nurlar teleskopning ishimida ma'lum demoqchi. Shu men ba'zanlar so'radi buni. Agar uyinglarniki darajasida tor bo'lsa, tor bo'lsa, tor bo'lib qolsa, oqshimsi darajadan sirt qarab yoqinglar, bir chiroqqa. Chiroq qarsanglar, mana shu narsani ko'rsizlar. Nurlar chiqib qolganda. Yo'q, yulduz bak chiroqda uni yulduzda ko'rinmaydi. Ma uyning atrofida chiroq olib qolsa agarda, darzidagi tor orqali chiroqqa qarsanglar, mana shu narsani ko'rsizlar. Şuna buni ikki xil, buni keltirib chiqqan ikki xil ahvol bor. Birisi, shu galaksiyadagi oldidagi nur yutayotgan muhitda shundoq nurni to'sib turib, diffraksiya hodisa paydo qilayotgan narsa bor. Galaksiyaning oldida. Yana birisi, teleskopniki obatdan sizlar ko'rgan har tishli qirg'oqlar bor. Teleskop. Shu aşkı erçli kırgakları mı bazı aşağı dersinin payda meyelleri. Kırgakları. Şuna bu ki abekide çıkıp çıkan nurlar o kandaktu galaksilerden ya ki yulduzlardan aşağı çıkan nur emas. Bu aşı aldıdaki muhit bilen teleskop payda kılgan hadise. Diffraksiya hadisesi, diffraction deyimiz biz. Biz Otur mektepte dolqun diffraksiyasida öğrendiğimiz bu. Şu aş ders kitabı. Fizik kitabımız, Tulootur fizik kitabımız dolqun diffraksiyasida bardı. Doğru. Ma'laqi tunji tarqalgan rasm shu. Shu maqsadni o'ylab Andin tartib bilan tushuntirib qo'yamsiz. Baqilay. Bunu nebula deydi. Nebula degeni yulduz tumani. Bunu burunmu ançmışça netçi teleskoplarda, alam teleskopunda netçisi var aslında. O bu tatkan resimlerini kreştirip jürüp, işte resimlerini hesap bakkan burun. Maqetim bunu bittiler şu James Webb'la tattı. James Webb'deki bir neçe asfaltla tatkan resim bu. Bunun içindeki infra kızıl nur teleskopu var bunun da. Asfap var. Mış asfap adetteki göründiğin nur teleskopu da karsak biz fakat en sırtındaki postunu göremeyiz. İşini göremeyiz. İnfra kızıl nur teleskopu da işini görüyordu. Şuna Maris'in şu iki xil aparatı birleştirip tatıp çıkarırsın. Bu nemi desenler yulduz tumani mavu bir yeniden şekilleniyotgan yulduz rayonundaki yulduz tumani ki. Mişede bir yeniden şekilleniyotgan yulduz var ki. Bundak ne bo'ladi degan narsa yulduz tumani yulduz yeniden yasalayotgan tug'ilayotgan vaqtida mı bo'ldi ekan, ulketgan vaqtida mı bo'ldi ekan. Mavu tug'ilayotgan vaqtidagi ne bo'ladi ekan. Yemrisi var, yemrisi var, ulketgan yulduzdan chiqqan ne bo'ladi. Mavu tug'ilayotgan yulduzniki ne bo'ladi. Ama
Mavu man demişmi? Mavu maşkisi aslında bir narsa ikki xil apparatda tatqan. James Webb teleskopidagi ikki hisobda tatqan. Buningda agar o'ng tarafdagi eng markaziy qarasanglar ikki yulduz ko'rsatadi. Kichik yulduz ko'rsatadi. Görünüp bunu çoğun resimge almıştırıyor. Birisi sal qizg'ush, görünmezlik mümkün. birisi oqroq, birisi qizg'ush. Ha, Qizg'ush mana. yulduz, qizg'ush yulduz hozir portlab o'lib ketayotgan yulduzga. Bak kızgış Mavu- degeniz Shu, Mama, ha. ha. Aşı qizg'ush yulduz hozir portlab o'lib ketayotgan yulduzga. Atrofidagi yulduz tomoni shundan kelib chiqqan. Amaliyotda mana shu yulduz bir-biriga tegib turganda qilgan bilan bu ikkisini orlig'i bor, xili bor orlig'i. Başkasının aralığına Alaki- Şey, küçük noktanın Orlig'i. Bu chunqurlik tarafidan xili farq bor bularning o'rnidachi. Lekin bu yerda masalan, birisi oyog'ida oldi kanda bo'lib qolsa, ikkisi bir yerda turganda ko'rinib qoldi emasmi? üstümüz düşüp kalganda. Mavu o'lib ketib qolgan yulduz. Abeksi to'layotgan yulduz, o'lib ketib qolgan yulduz. Shunga bu rasmni hargiz bundaq darajada tatbiq emaskan burun, shunga bu mo'jaz ko'rinish bo'ldi. Bununki Orlig'i xili bor-ku bu. arlıklatmaya tepsili uçuruyor şeydi. Orlig'i bor. Texemcek uçur depmeydi bir bit. Bu ikkisi qarab boqaya. Buniki birisi 8500 nur yili jiroqlik ekan. Bu Karina abatni tug'ilayotgan yulduz 8500 nur yili jiroqlikda, andan keyin o'lib ketib qolgan yulduz 2000 nur yili jiroqlik. Bizden mi yoki Bizden Yaşardın. Demek şu ko'rinishlarning hammasi bizniki Samanyolu galaksiyasining ichidagi ishlar degan gap. Mening farzimcha. Agar yon tarafga mansa chiqib qoladi, yon tarafga mansa 2000 dan 8500 chiqib qoladi. hemen mayediz 2500 mayed tahminen 2500 euroluk jiroqlikda. Depti. Şuna bu mar ikki parcha rasmniki olaydigi shu bu nebulalarning rasmi birisi to'layotgan yulduz, mavu o'lib ketib qolgan yulduz, abadiy oldida ko'rganimiz taq o'xshaydigan. Bu to'layotgan yulduz. Niki yulduz tumanlari. Bu endi ma'nosini ko'rinadigan nurni ko'rib olmaydi. Masalan, agar ko'zlar qarasak, ma'nosi ko'rinmaydi, ma'nosati infraqizil nur tatgan narsa mavu. Taq o'xshaydigan, bulut o'xshaydigan narsa. Yani bizden telefonlarımız okşaş, kege uçurlarını, dijital alet kege uçurlarını, bu narsalarni ötküzüp, bir hesaplaşlar arkalık resim gaylandırgan emi bu? Açtaq, o bizim telefonumuzdaki kamerası fakat şu ko'rinadigan nurni ko'radi. Ko'rinadigan nurni ko'radi. Nima 750 nanometrgacha ko'radi. 400 dan 750 nanometrgacha. Ma'lum hisoblanmalı. Infraqizil nurni tatib qarasam. Tatib bo'lgan ekan kompyuterda shakl berganda. Aslida bu bulutlar bor, lekin ko'zi ko'rmaydigan bo'lgani uchun, ko'zi ko'rinadigan qilish uchun uni boshqa ranglarni berib qolgan narsa. Yan birsi bitmoqli. Bu mavu endi bu nima ekan desiniz? Bu 5 galaksi rayoni degan rayon ekan bu. Bu rayon aslida bayqalg'ili 150 yil bo'libdi buningga. Bu bek yo'riqga koinotni, butun koinotni tekshirib yurgan vaqtida mushu 5 galaksi bor rayon intayin kuchli yo'riqga bu. Hatta bu boshqa buningdan 150 yil burun olam teleskopiga chiqmagan, sun'iy hamrohlikda chiqmagan vaqtda kishilar yer yuzidagi teleskoplarni topgan ekan 5 galaksiyani. Topgan ekan, lekin shu yerda shunday bir yo'riq rayon borligini topgan ekan, muhaqqatimki bu alaylik nima desanglar, bu 5 galaksiya uniki tafsiloti aniq qism tortildi degan gap. Buningda bir necha cho'ng alaylik bor. Bu o'ttirdi turgan
o'tirdi turgan ikki galaksiya bu. O'tirdi turgan ikki galaksiya. Bu ikki galaksiya so'qishib ketibdi. So'qishgan galaksiya ekan mana ikkisi. Maaş kısmı o ya ki. Yo'q, shu eng o'tirdagi yo'q, umuman emas. Bu yerda 5 galaksiya bo'lsin. Maaş kısmı. To'g'ri, ikkisi. Ash ikkisiniki so'qishib ketganligidan intan kuchli nurini chiqayotgan rayon ekan bu. Bularniki orlig'i bizdan xil jiroq. Buniki eng yaqini 39 million nur yili. Eng jiroqi 340 million nur yili. Bizden jiroq bular Samara galaksiya emas degan gap. Bu koinotning boshqa qismidagi endi. Shunga mana ikkala yulduz so'qishib intan kuchli nur chiqarayotganligi bo'lgani uchun yer yuzidagi teleskop bilan bundan 150 yildan burun bayqagan ekan bu rayonni. Lekin nima bor bu yerda aniqlik ko'rolmayapti ekan. Muhaqiqatan James Webb teleskop bilan bu aniq ko'rildi. Shunga ikkisi so'qishayotgan yulduz. Andan keyin eng yuqoridagi yulduzlarning galaksiya. Eng yuqoridagi galaksiya buning o'rtasida intayin cho'ng qora o'nkir bor ekan. Bu rasmda qora o'nkir o'zi ko'rinmaydi ekan, lekin shu olimlar bularni rasmni tekshirib, tadqiq qilib yurib, buning o'rtasida intayin cho'ng qora o'nkirniki borligini jazmlashtiribdi. Intayin cho'ng qora o'nkir bor ekan. Bu qora o'nkirniki eg'irligi bizniki kunniki eg'irligiga solishtirgan chog'da 24 million asla eg'ir ekan. 24 million asla eg'ir ekan. Anikin bizniki kun bilan solishtirgan chog'da 40 milliard asla kuchli nur chiqaradi ekan. Endi nurg'un kishilar qora o'nkir desa, bu hammasini shu oraqqa ketadi degan uqumni o'qidi bizning nurg'un kishilarimiz. Lekin bu necha bir 10-15 yillarning oldida bayqagan bir ahvol nima desa, bu qora o'nkirlar atrofidagi butun narsalarni shimirib akib ketib, o'nkirning qirg'ida inson kuchli nurni etib chiqardi ekan sirtqa. Xuddi og'ziga suv evilib purkib chiqarayotgandek. O'tirisidan kirib turdi ekan, shumirib olgan narsalar, hamma narsalar nurdan tortib. Lekin qirg'ida buni purkib chiqardi ekan sirtqa. Shunga ma qora o'nkirniki sirtqa purkib chiqargan nuriniki kuchligi bizniki quyosh bilan solishtirgan chog'da 40 milliard kuchli. 40 milliard. Shunga cho'rsidagi xuddi tumanda ko'rinayotgan narsalar. Shular shu qora o'nkirniki ta'siridan bo'layotgan ahvollar. Shundaydi. Andan keyin ma bu sol tarafdagi galaksiya. Bu galaksiyaniki ko'rinishi koinotniki umumiy ko'rinishiga intayin o'xshaydi. Koinotda cosmic wave degan bir narsa bor, cosmic wave. Koinot to'lqini degan to'lqin. Mush to'lqinni o'lchab chiqdi kishilar. Uni o'lchab chiqqan bir odam John Maher degan NASA'niki Goddard olam uchish markazida ishlagan odam u. Bu odam bilan ko'rishgan men bir tushgan rasmim bor, mening qizim uchun tushgan rasmim bor. Shu odam Nobel kapital demiş shu koinot to'lqinini o'lchaganligi uchun. Shu odam o'lchagan koinot to'lqini mush galaksiyaga o'xshaydi. Tuxumga o'xshash, koinotning shakli tuxumga o'xshash. İçindeki ahvallar şuna o'xshaydi. Shunga ma galaksiya o'zi shu butun koinotning shakliga o'xshaydi ekan deb qaralyapti. Shu nuqsadami bu naydi bir qiziqarli tema hozir. Kishilarni hayron qoldirgan ahvoldan birisi shu. Shu ma'risimda asosan shunday aloqalar bor. Rahmat. Sizlar tushuntirib qilyapsiz. Manda bulduk. Mayada bir mavi grafikte ko'rdim bakmayda. Bu nima desangiz, mushqatim James Webb olam teleskopida bir tashqi planetlarniki xususiyatlarini o'lchadi.
hozirga qadar tashqi planetadan meniki bilishimcha 4000 jiqni tep bo'ldi hozir. 4000 jiq tashqi planeta tepilib bo'ldi, lekin ularning temperasini ölçülmegen. Endi bunda bir ahvol var, bunu tushuntirib qo'yasiz agar. Biz hozir tashqi planetani izlayapmiz. Masalan, men shu tashqi planetani topgan teleskop yasatyapman. O tashqi planetani topgan vaqtimizda uniki ko'rinishi hargiz bizning yer shariga o'xshamaydi. Ular bek yiroq bo'lgani uchun bizdan. Ondan biz o tashqi planetalarning hammasi ana yulduzi bor. Yulduzning atrofida aylanadi. Quyoshga o'xshash. Quyoshga o'xshash. Ondan u tashqi planetalar bek yiroq. Masalan, bizniki aşmış ko'radigan yulduzlarniki bizga eng yaqin yulduz biz bilan bo'lgan orlig'i 4,26 nur yili yiroqlikda. Biz trilyon kilometr. 30-40 trilyon kilometr. Biz aşmışı asmanga qaragan chaqda ko'rgan eng yangi nur buningdan 4 yil burun shu yulduzdan chiqib bizga qarab mangan nur endi. Bu aştaş yiroq bo'lgani uchun bu ana yulduz bilan nima planet bir-birisiga chapishib qolgandek ko'rindi. Bunda ko'rindi bu. Bunda turdi bu. Basharasida bunda turdi. Şunu biz teleskopni bilan qarasak, mana yulduzni ko'ramiz, lekin planetani ko'rolmaymiz. Biz bu teleskopda bu yulduzning nurini yo'q qilib etib, bir qarang'u rayon hosil qilib, shu yerning ichiga kirgan tashqi planetlarni ko'ra olamiz. Biz yulduzning nurini 10 milliard hassa yo'q etishimiz kerak. 10 milliard hassa yo'q etalsak, ara planetani ko'ra oladi. Lekin ojizlashtirgandekimi? Ojizlashtirgandekimi? Yulduzning nuri planetaga qaraganda 10 milliard hassa kuchli bo'ladi. Lekin bu planetani ko'rgandan keyin bu planetani siz teleskop bilan ko'rsangiz, aram bir qancha piksel bu degan. Hargiz uning ustiga dengizlarni, daraxtlarni ko'ra olmaydi. U narsa ko'rinmaydi qat'i. Bir qancha piksel. Bu mındaq kelgandan keyin biz bunga spektrometr degan bir narsa bor. Shu orqali shu planetadan yulduzning nuri planetaga tegib chechirab chiqadi. Ash nurni o'lchab, bu nurniki tarkibida nurniki kuchligini o'lchaymiz biz. Spektrometr degan asob bilan. O'lchab shu orqali shu planeta qaytgan nurniki ichida kuchlik orqali qandaq moddalar bor ekan. Mavi planetaniki atmosferasida degan narsani o'lchab chiqalaymiz. Siz ko'rsatgan rasm mushqitim James Webb olam teleskopidagi shu spektrometr degan asbob o'lchagan bir tashqi planetaniki havosiniki tuzilishi. Bu yerda shunga merdagi X o'qi to'lqin uzunligi nurning to'lqinligi yambisi kuchligi. Şuna ne buldu dese planetaniki atmosferası bir kısım dolkun uzunluğunu şumurub aladı. Fakat şumurub almağanlıqlarını biz tapalayımız endi. Aşağı qarab turib bu qasi gaz mesela bizim yer şarındaki atmosferadaki bütün gazlarındaki spektrumdaydı. Mesela dolkun karakteri. Ne hemen bilimiz biz. Şuna yeni ölçügenini yer şarındakinden seçtirip bu planetada qandaq gazlar bor ekan degan narsani ölçügeli bo'ladi. Maqatim shu James Webb olam teleskopi tunji qitim bir tashqi planetaniki shu xususiyatlarini o'lchab chiqibdi. Bu tunji qitim bu. Bu tashqi planeta bizdan 1120 nur yili yiroqlik ekan. Hozirgi keltirib chiqqan xulosa bu planetada jonliq yo'q deydi. Gaz o'xshaydi, gaz planeta o'xshaydi. Suvni ko'rsatibdi. Suvda ma'liqi Türkiye'ye suvda bezibdi. Bu suv yani nemisini tushuntirdi bu? O'lki masalan bizniki Yupiterga qarasangizmi, uningdimi suv tarkibi havosida suv tarkiblari bor. Suv tarkiblari bor, lekin u gaz bo'lganligi uchun gaz taş emas. Planetalar ikki xil bo'ladi. Taş planeta bilan gaz planeta. Bizniki Quyosh sistemasidagi Quyoshga yaqin 4 planeta taş planeta endi. Venera,
Venera, Mercury, Merkür, Yer şarı. Yer şarı, aniki Mars. Ma töti taş planeta, kalan töti gaz planeta. O gaz planetalarda canlılar yok yani. Şuna Ha, gerçi onunki havasında su terkibi bozumu, lakin canlılar yok. Mavi şuna bırak falan. Şuna NASA'nınki boş taş planetalardaki kırınışlarını saklaydıgan bir database'dek sallık ambırı var. Ma bir resimni, manın yan bir resim var planetanınki. Şu muştaq buluşı mümkün dep çıkırıp koyup turdu lekin o planetani aynen ko'rganmas. Muştaq munosabat yan bir resim var. Sizin ko'rdingiz mikin? Bir planetani resim var. bu yerde şu Adırmadan sana videoda muş 5 nimne arasında. Yan bir planetanınki bir resim var. Bizninkinin bir oşap kaldı ama o. Jupiter oşap kaldı. Siz Jupiter evetken bir oşap siz evetken törbetni maya göstereyim. makale. Aşağı Yukarıdan töek bana işte tez bir YouTube göster. Aslında bir planetanınki resim var. Umu şu makatını ölçügen planeta muşuna okşaş buluş mümkün dep aşağıda paras kıldı. Eski malsanız. Malani görüp bulduk. Malani benim düşündürüp koydunuz. Planım düşündürüp At, koydunuz. aşağıda bir sual düşünerek. Bir şey Ma takaram. Ayda köpük doğan bir sızık var o. ha Köpük doğan sızık bu dastlapta haklar bunu şu yıldızınki partlaşıdan kep çıkan bir nayt şu nuru oşaydı dep oylagan keyin bunu ölçüp galaksike o taksini kırgıdı köygendek kırgı ekan bunda. Bunda turayotgan galaksike o. ha Köki. Köktuğunu bunda kırgıdan kırayotgan galaksike. O aşağıda bir yakın çıkardı hazır. Yeni peskimen. Yeni peskimen. Şimdi mana bulduk. Ma Malma. muşun demiştim. Ha Muşun demiştim. ha Şu ihtimal. maqatim ölçügen taşlı planeta müşterek buluş mümkün degan qiyas var hazır. Albatta men sizlar degandek o taşlı planetani bundaq aniq ko'rgili olmaydi. Bir necha piksel o. Bir necha Ha, shigit. Şu bu mani terazga asasen siz çıkarırsın. sizib chiqarasiz. Ha. Malani benim düşündürüp Maldan koydunuz. ko'rib oldik. Malanımı siz resimden tapsilanayım sana düşündürüp koydunuz. Ashta mavi Ha. şöyle vaqt jadvali bo'yicha qaralgan narsa deyman. Burunanda hozir bunday qolgan degandek. Ha. Katlamı bölüp Vaqt öğretti. tartibi. Vaqt tartibi. Kainatning masharasım bor. Nayti yaxshi tushundirdi. Vaqt tarixini. Shunga o'xshashroq bir narsa. Ala burun tortilgan rasmlarni mesela. Şu bu qatim tortilgan Hem de rasmlarni shu. manalık mezmunlar tügetdi. Rahmet. Yaxşı düşündürüp koydunuz. Bu bütün dünyada Qurbayetdi torda yani mush resimlar ko'rdik amelen. Televizorlarda mushu naydi cho'ng ol bo'lgan. Sizniki mushu ishni ichida bo'lganingizdan biz faxrlandik. Rahmat. Ma balaning savol bormidi? Yo'q, Bilal mana Fatih. Bilalning savolini bayam so'rab bo'ldik. Undaki yaqin. Manunda alki abetinki ve karangu cisimninki tartış gücü bilen yay payda olduğu iş. Bizimki Uygur kırdaşlarının içinde şu umumi nisbilik nazariyesi. Ne tazı düşünüşte nurga adamla kıyınıldı. Şahsen ben kıyınlamam adette. Hiç düşündüğü olmaydı bunu. Xudayın birisi keyince bir aydan kim maxsus şu nisbilik nazariyesi doğruluk bir leksiya ulaştırıp bir katım şunu bir düşündüreyim ki de böyle adım hemen. Biraz teyarlı kısam bunu. Adli til bilen düşüngende qandaq düşünsek bulurdu degan narsa. Alki nurg'u adamlar işte düşündüremeydi bu narsa zaten. Nima o degan narsa. Maqatim bu oyunu oturup çıktı. Einstein'niki umumi nisbilik nazariyesi burun mushtaq bir parazni oturup koygan. Aştaq nurninki igilik qilganligini. Hozir endi o'lchavyapmiz buni. Şu zaten Einstein'niki umumi nisbilik nazariyesi degan nima o degan narsani
Ben biraz tayyorlab qo'ysam, müştorluğum bir leksiya o'rnatsak bo'ladi ekan. Rahmat. Siz yesham kuningizni ayamay bizga ajratdingiz. Ya iş vakası yok. Rahmet. Bu men uchun bek muhim. Sizlarga mana shu qilib beradiganlarga xush o'zim. Sizlarga rahmat. Rahmat, sizning ashada ishlaganingiz, sizning ashada shunday dunyodagi ilm fan tarixiga yozilgandek katta ishlarning ichida Uyg'urning qo'li bo'lganligidan biz Uyg'urlarning vasitlik siz orqali vasitlik deb biz bek faxrlanamiz. Rahmat, sizni bir soatga yaqin tutdik. İş vakası yok. Bu damsa. Keyin Kenchini ko'rishlar barliq qarindoshlarga mendan cho'nqur salom. Kenchini ko'rishamiz, mi? ma'qul. Rahmat. Ma'qul. Xush bo'layman mana. Xush bo'layman.